Assalomu alaykum. Ayni damda biz allaqachon Buxoro shahrining tashrif qog'oziga aylangan Somoniylar madaniyat va istirohat bog'idamiz. Bizga berilgan ma'lumotlarga ko'ra, ushbu bog'dagi 100 ga yaqin attraksionlar va arg'imchoqlar yangisiga almashtirilgan, qaytadan rekonstruksiya qilingan. Keling, hozir mana shu arg'imchoqlarda aholi qanday dam olayotganligi, aholi uchun, tashrif buyuruvchilar uchun bu yerda qanday shart-sharoitlar yaratilganligini birga ko'rib o'tamiz. Murodjon aka, bizga berilgan ma'lumotlarga ko'ra, Somoniylar madaniyat va istirohat bog'ida 100 ga yaqin attraksionlar yangidan qurilganligi va ayrimlar rekonstruksiya qilinganligi haqida ma'lumot berildi. Aynan mana shu 100 ga yaqin attraksionlar qaysilarini tashkil etadi va istiqbolli rejalar haqida bizga gapirib bera olasizmi? Buxoro shahrida yagona sanalgan Somoniylar nomidagi madaniyat va istirohat bog'i umumiy yer maydoni 25 gektar tashkil etadi. 25 gektar yerdan 6,9 gektarini 2023-yilda Buxoro shahar hokimligining taklifiga binoan tenderga qo'yilgan. Hamkor tadbirkorlarimiz bilan tenderni yutib olib, bu yerda 5 yil davomida 10 milliard so'm investitsiya kiritishimiz rejalashtirilgan. Lekin mana 2 yil bo'libdiki, 20 milliard investitsiya kiritishga muvaffaq bo'ldik. Ko'rib turganingizdek, zamonaviy Xitoy davlatidan andoza olingan musiqali favvoralar maydoni hamda yozgi amfiteatr inshooti qad rostlagan. Mana kiraverishdagi zamonaviy 200 o'rinlik avtoturargoh barpo etilgan. Yana shu jumladan ayta olamanki, sizga talab normalariga javob bera oladigan zamonaviy ko'chma savdo do'konlari tashkil etilgan. Bu tadbirkorlar uchun juda qulay sharoitlar hamda ushbu majmuamiz sayyohlari uchun qulay sharoitlar yaratib beradi. Joriy yildagi istiqbolli rejalarimiz Xitoy davlatidan 1,2 $1,000,000 amerikanskiy gorki arg'imchog'ini, ya'ni Amerika arg'imchog'i nomli attraksionni o'rnatishni rejalashtirganmiz. Mana bu yerda qurilish o'rnatish ishlari olib borilmoqda. Joriy yilning sentyabr oyiga qadar uni foydalanishga to'liq topshirib, shahrimiz sayyohlariga, shahrimiz yoshlariga xalqiga xizmat qiladi. Aynan mana shu yangi 100 ta o'rnatilgan arg'imchoqning xavfsizlik holati qanday? Xavfsizlik nazoratidan o'tganmi va hech qanday muammoli vaziyatlarni yuzaga keltirmaydimi? Bizdagi mavjud arg'imchoqlar har yilning boshida Favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan maxsus texnik tekshiruvlar olib boriladi va texnik jihatdan nosozlik topilganlari foydalanishdan olinib, ularni hammasini zamonaviy texnik talablarga javob beradigan xavfsiz attraksionlarga barchasini almashtirishga muvaffaq bo'ldik. Aynan mana shu attraksionlarni almashtirishda tadbirkorlarning, investorlarning o'rni qay darajada? Barcha ko'rib o'tilgan islohotlaringiz mahalliy investor tadbirkorlar tomonidan, hamkor tadbirkorlarimiz tomonidan amalga oshirilgan loyihalar. Albatta bu shahrimiz ko'rkiga ko'p qo'shib, investorlarning kiritayotgan investitsiya sarmoyalari o'zini oqlab, shahrimiz ko'rkiga ko'p qo'shib, shahrimiz aholisiga munosib, yetarlicha zavq beradigan ravishda xizmat ko'rsatyapmiz deb o'ylayman. Istiqbolli rejalarimiz haqida sizga gapirsam, ushbu parkimizda biz sun'iy intellektni joriy etishni rejalashtiryapmiz. Bu bo'yicha Xitoy davlati bilan muzokaralar olib borilyapti. Kelajakda sun'iy intellektni joriy etishni rejalashtirganmiz. Bu barcha qilayotgan sa'y-harakatlarimiz albatta bu yurtboshimizning biz tadbirkor va investorlarga yaratib bergan qulay shart-sharoitlari asosida bo'lyapti. Mana so'nggi yillarda yurtboshimizni ko'p ommaviy axborot vositalarida ko'ryapmiz. Mamlakatimizda investitsiya jozibadorligini oshirish bo'yicha qator farmon va topshiriqlar berilyapti. Albatta bu biz tadbirkorlar tomonidan bunday yaratilgan shart-sharoitlar munosib qadrlanib, mamlakatimizning ijtimoiy, iqtisodiy o'sishiga va ravnaq topishiga barcha o'zimiz qo'limizdan kelgan hissamizni qo'shishga tayyormiz.
Nigora Hamdam va Ramazonbek Murodov Buxorodan Ochiq Uz va Buxarabest elektron nashrlari uchun tayyorlandi.